Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Siz FM 101 hamda 102.1 radio to'lqinlarida Surxondaryo radio kanali eshittirishlarini tinglamoqdasiz. Hozir e'tiborlaringizga ma'naviyat gulshani eshittirishni havola etamiz. Studiyamiz mehmoni Imom Termiziy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi direktori, ilmshunos olim Muzaffarxon Joniyev bo'ladilar. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif qilganlaringiz uchun rahmat kattakon. Xushvaqt bo'ling. Domla, agar ko'hna tariximizga nazar tashlasak, sharqona madaniy ma'naviy merosimiz ikki qudratli manbadan oziqlanganini ko'ramiz. Birinchisi dunyoviy ilmlar, ikkinchisi esa diniy falsafiy tafakkur. Sharq ma'rifatining kuchi aynan shu ikki manbaning uyg'unlashuvi natijasida qadriyat darajasiga ko'tarilganida namoyon bo'ladi. Natijada islom dini tarqalgan hududlarda ilm-fan rivoji, dunyoviy madaniyat, jumladan tabiatshunoslik va falsafa kabi sohalarni o'rganishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ilm taraqqiy etgan joyda esa bahs va munozaralar, fikrlar xilma-xilligi tabiiy ravishda yuzaga keladi. Bu holat biz faxr bilan tilga oladigan sharqona tafakkurning shakllanishiga zamin yaratgan. Islomshunos olim sifatida bu masala yuzasidan mulohazalaringizni radio tinglovchilarimiz bilan o'rtoqlashsangiz. Albatta bu juda muhim va nozik masala. Avvalo aytish joizki, ko'hna sharq musulmon dunyosi, sivilizatsiyasi, xususan islom madaniyati shakllanishida ilmga bo'lgan munosabat mutlaqo o'ziga xos bo'lgan. Siz to'g'ri ta'kidlaganingizdek, sharqona ma'naviy meros bu ikki asosiy manbadan, ya'ni dunyoviy ilmlar va diniy falsafiy tafakkurdan oziqlangan. Ana shu uyg'unlik sharq ma'rifatini oddiy bilimlar majmuasidan yuksak qadriyat darajasiga olib chiqqan desak to'g'ri bo'ladi. Islom dinining ilk davrlaridayoq ilm olish, ibodat sifatida talqin qilinganligi bejiz emas. Qur'oni Karimda tafakkur qilish, aql yuritish, olam qonuniyatlari ustidan mushohada qilishga chaqiriqlar juda ham ko'p uchraydi. Shu bois islom dini tarqalgan hududlarda faqatgina shar'iy ilmlar emas, balki dunyoviy ilmlar, xususan matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo, geografiya, falsafa kabi dunyoviy fanlar ham jadal sur'atlarda rivojlangan. Mana shunday bir jarayonda ilmga to'siq bo'lmagan va barcha o'sha diniy soha olimlari ham, katta olimlar ham barchalari dunyoviy ilmlarga ham bag'rikeng munosabatda bo'lishgan. Ilm taraqqiy etgan muhitda esa tabiiy ravishda bahs, munozaralar, turli maktab va yo'nalishlar, fikrlar xilma-xilligi yuzaga keladi. Moturudiylik, ash'ariylik, falsafiy maktablar, tasavvufiy qarashlar, bularning barchasi ham intellektual erkinlik muhitida shakllangan. Muhimi bu munozaralar aksar hollarda ilmiy odob va hurmat va dalilga tayanishi asos qilib belgilangan. Buni biz o'sha tarix davomidagi bo'layotgan jarayonlarga, olimlarimizni hayotiga e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, yaqqol bir qator misollarni ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda ham mana shunday boy merosga tayanib, ilm-fanni sog'lom fikrlashni, bag'rikenglik va mulohazali yondashuvni qayta tiklash bu ilm-fanda juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tarix shundan dalolat beradiki, ilmga tayangan fikr xilma-xilligini qabul qila olgan jamiyatgina barqaror rivojlangan va taraqqiyot yo'lidagi jamiyat hisoblanadi. Buni biz o'sha yurtimizdagi tariximizda boshimizdan o'tgan birinchi o'sha islom sivilizatsiyasi davrlari, o'sha birinchi renessansni, ikkinchi renessans, o'sha birinchi renessans Somoniylar, Qoraxoniylar davlatlarining davridagi yurtimizdagi jarayonlardan misol qilib keltirishimiz. Ikkinchi renessans mana shu Temuriylar davridagi jarayonlardan ham bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Va mana hozir muhtaram yurtboshimiz tomonidan 3-renessansni poydevori degan bir juda katta bir muhim bir g'oya ilgari surilyapti. Mana shu qaysidir ma'noda yuqorida ta'kidlab o'tilganidek ilm-fanni sog'lom fikrlashni, xususan bag'rikenglikni va shu bilan bir qatorda tafakkurni tiklashda boy merosga tayanish bu muhim ahamiyat kasb etishini bir mana shu misol orqali bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Sharqda insonning ijtimoiy mavqeidan ko'ra uning ma'naviy kamolotiga ustuvor ahamiyat berilgan. Ya'ni tarbiya masalasi doimo birinchi o'rinda turgan. O'tgan asr boshlarida jadid bobolarimiz najot ta'limda degan g'oyani ilgari surishgan. Oradan bir asrga yaqin vaqt o'tdi. Bugun insonlarning hayotga qarashi, dunyo qarashi o'zgardi. Xo'sh, hozirgi kunda ma'naviy kamolotning boshlang'ich nuqtasi qayerda? Ta'limdami yoki tarbiyada? Juda ham dolzarb va chuqur savol qo'ydingiz. Darhaqiqat sharq tafakkuri, musulmon tafakkuri an'anasida insonning qadri, uning ijtimoiy maqomi yoki mol-mulki bilan emas, balki axloqi, odobi, ma'naviy kamoloti bilan o'lchangan. Shu bois tarbiya masalasi har doim o'sha ta'limdan oldin qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Avvalo odob, keyin ilm degan qarash bejizga shakllanmagan. Jadid bobolarimiz ilgari surgan najot ta'limda degan g'oya, xususan nafaqat jadid bobolarimiz, balki undan oldin ham aynan o'sha Imom Buxoriy ta'limotida mashhur gaplari bor. Imom Buxoriyning ilmdan
ta'limdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay ham degan bir ajoyib bir juda katta bir g'oya. Ular ta'lim orqali millatni uyg'otishni, jaholatdan qutqarishni ko'zlashgan. Ammo jadidlar va buyuk ajdodlarimiz ta'lim deganda faqat savod chiqarish emas, balki tarbiyani ham o'zida bir uyg'unlashtirgan bir ma'rifatni nazarda tutishgan. Ular madrasalarda, maktablarda axloq, vatanparvarlik, mas'uliyat, jamiyatga xizmat qilish, diniy ilmlar bilan dunyoviy ilmlarni bir qatorda olib ketish va shu bilan bir qatorda har bir ilm o'rganadigan odam amal qiladigan, axloqli, odobli bo'lish kerak degan bir ulug' bir g'oyani ilgari surishgan. Bugungi kunda esa hayot sur'atlari borgan sari tezlashyapti, axborot oqimi kuchayyapti, inson bilimini oson olyapti, ammo uni to'g'ri anglash va to'g'ri yo'lda qo'llash muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralsa, ma'naviy kamolotni boshlang'ich nuqtasi sifatida biz tarbiyani muhim bir ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin. Chunki tarbiya insonga ilmni qay yo'lda va qay maqsadda ishlatishni o'rgatadigan bu juda ham bir muhim bir mezondir. Tarbiyasiz ta'lim kuch, lekin yo'nalishsiz kuch hisoblanadi. Ta'limsiz tarbiya esa niyat bor, ammo imkoniyati cheklangan holat desak, bir o'ziga xos bir qiyos bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Shuni bugungi kun talabi va ta'lim tarbiyani qarama-qarshi qo'yish emas, balki ularni bir-birini to'ldiruvchi jarayon sifatida qabul qilishimiz va mana shu asosda tashkil qilsak, yana ham bir maqsadga muvofiq bo'lar degan fikrdaman. Xulosa qilib aytganda, umuman ma'naviy kamolot tarbiyadan boshlanadi. Ta'lim bilan mustahkamlanadi va shaxsiy mas'uliyat bilan kamol topadi. Agar biz yosh avlod qalbida axloqiy tayanchni shakllantira olsak, har qanday zamonaviy bilim va texnologiyalar jamiyat manfaatiga xizmat qiladi. Shu ma'noda muhim bir o'sha tushuncha najot, ya'ni ta'lim va tarbiyada, tarbiyaning uyg'unligida desak to'g'ri bo'ladi. Domla, har bir sohada samaradorlik va natijadorlikni o'lchash mezonlari mavjud. Ko'pchilik sohalarda bu raqamlar va aniq ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi. Sizningcha ma'naviy, ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlarning samarasi qaysi mezonlar asosida baholanishi lozim? Ma'naviy, ma'rifiy sohada eng katta muammolardan biri ham aynan samarani qanday o'lchaymiz degan masala. Rostdan ham iqtisod, sanoat yoki texnologiya sohalari natija raqamlar bilan o'lchanadi, foizlar bilan o'lchanadi, sonlar bilan o'lchanadi, o'sish sur'atlari bilan o'lchanadi. Ammo ma'naviy, ma'rifiy ishning tabiati umuman boshqacha, hisob kitobi umuman boshqacha. Bu sohada samara qisqa vaqtda emas, balki inson ongi va xulq-atvorida bo'layotgan o'zgarishlar orqali o'zini tasdig'ini topadi va namoyon bo'ladi. Mening nazarimda bu sohada samaradorlikni kamida bir nechta asosiy mezonlar orqali baholash maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Avvalo, insonning shaxsiy xulqidagi o'zgarish. Agar ma'naviy ma'rifiy ish samara bergan bo'lsa, bu odamning muomalasida, mas'uliyatida va qonun va jamoat tartiblaridagi munosabatda seziladi. Hurmat, halollik, bag'rikenglik va boshqalar fikrni tinglay olish kabi fazilatlar kuchaysa, bu eng ishonchli ko'rsatkich desak to'g'ri bo'ladi. Ikkinchidan, ijtimoiy muhitdagi barqarorlik, ya'ni oilaviy ajrimlarning kamayishi, umuman zo'ravonliklarni kamayishi va ularni qisqarib borishi, farzand tarbiyasiga e'tibor, yoshlar o'rtasidagi agressiya, befarqlikni pasayishi, bular ham ma'naviy ishning o'ziga xos bir natijasi bo'ladi. Bu ham raqam bilan emas, balki tendensiyalar bilan, bo'layotgan jarayonlar bilan o'lchanadi. Uchinchidan, yoshlar dunyoqarashidagi o'zgarish. Bu yosh avlodning hayotga munosabati, maqsadni qo'ya bilishi, tanqidiy fikrlashi va axborotni saralab qabul qila olish qobiliyati ma'naviy ma'rifiy ishning eng muhim samarasidir. Agar yoshlar hayotda menga nima berdi degan savoldan men jamiyatga, umuman O'zbekiston menga nima berdi, davlat nima berdi degan savoldan ko'ra men jamiyatga, men davlatimga, men xalqimga nima berdim degan savolni qo'yishi va mana shu orqali katta yutuqlarga erishish mumkin deb hisoblayman. Yuqoridagi savollarimizning mantiqiy davomi sifatida yana bir masalaga oydinlik kiritsangiz, bugungi kunda yurtimizda faoliyat yuritayotgan Imom Buxoriy, Imom Moturudiy, Imom Termiziy kabi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarining ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviy merosni yosh avlodga yetkazish va targ'ib qilishga doir faoliyati qanday samaralarni berayotir? Avvalo shuni aytish kerakki, Imom Buxoriy, Imom Moturudiy, Imom Termiziy kabi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari so'nggi yillarda ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviy merosni ilmiy asosda o'rganish, nashr etish va jamiyatga yetkazish borasida salmoqli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilgan bu
muhim bir loyiha desak mubolag'a bo'lmaydi ushbu markazlarni tashkil etilishini, chunki bu xalqaro miqyosda ham alohida e'tirof etilyapti. Hozirgi kunda umuman markazda qo'lyozmalar tadqiq qilinmoqda, allomalar asarlari tanqidiy matn asosida nashr qilinmoqda, xalqaro konferensiyalar, xorijiy olimlar bilan hamkorliklar yo'lga qo'yilmoqda. Umuman bu ilmiy jihatdan juda katta natija deb hisoblaymiz. Qaysidir ma'noda bugungi kunda o'sha aynan mana shu davlatimiz rahbari tomonidan tashkil etilgan Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bugungi kunda o'zining nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro doirada ham munosib o'rniga ega bo'ldi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu ishlar yoshlar ongida qanday ta'sir qilyapti degan masala, bu alohida yondashuvni talab qiladigan masala, chunki bugungi kunda yosh avlodni raqamli muhitda o'sib kelyapti. Yosh avlod tezkor axborotni o'rganyapti, savol qo'yadigan va javobni ham tez olishni istaydigan bir avlod bilan yashayapmiz. Ular uchun ajdodlarimizning buyukligi shunchalik sanab o'tilsa, bu hissiy ta'sir bermasligi bu aniq. Shu nuqtai nazardan menimcha bugungi ma'naviyat sohasida 3 ta muhim yo'nalish ustuvor bo'lishi kerak. Birinchidan, merosni zamonaviy muammolar bilan bog'lab tushuntirish. Masalan, Imom Moturudiyning aql va e'tiqod uyg'unligi haqidagi qarashlari, bugungi ekstremizm, radikalizm, yot g'oyalarga qarshi qanday ahamiyatga ega, ana shu jihatdan kelib chiqib ochib berish kerak. Imom Termiziy, Imom Buxoriy kabi olimlarni merosini nafaqat tarixiy jihatdan, balki o'sha islomiy ilmlar jihatdan, balki ularning inson hayotidagi biz qaysi jihatlarda foydalana olamiz degan masalalar jihatidan o'rganishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda mana buyuk olim, boshqa Termiziy allomalardan Hakim Termiziy ilmiy merosidagi o'ziga xos qarashlar, umuman komil inson tarbiyasiga doir qarashlarni shu hozirgi zamonaviy muammolar bilan bog'lab tushuntirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Ikkinchidan, bugungi jamiyat faqat ma'ruza yoki anjuman bilan cheklanib qolmasligi kerak. Yangi o'sha podkastlar, qisqa videolar, animatsiyalar, multimedia loyihalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali ta'sirchan formatda ishlash bu zamon talabi. Mazmun ajdodlarimizniki, lekin til, uslub zamonaviy bo'lishi shart deb hisoblaymiz va bugungi kunda markazimiz tomonidan bu borada juda ham bir jiddiy loyihalar amalga oshirilyapti. Xususan allomalarni ilmiy merosini bugungi zamonaviy ahamiyatiga bag'ishlangan podkastlar tayyorlab borilyapti. Raddiya mazmunida allomalarimiz ilmiy merosiga asoslangan ilmiy uslubdagi video raddiyalar tayyorlanyapti va turli xil o'sha allomalar hayot haqida ma'lumot beruvchi o'sha qisqa animatsion, multimedia shaklidagi video mahsulotlar bugun markazimiz tomonidan faol tarzda xalqimizga taqdim etib kelinmoqda. Domla, suhbatimiz davomida ma'naviyat va uning kelajak avlod tarbiyasidagi o'rni haqida fikr almashdik. Afsuski, bizga ajratilgan vaqt ham poyoniga yetib bormoqda. Studiyamizga tashrif buyurib, mazmunli fikrlaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat kattakon, siz ham sog' salomat bo'ling, omon bo'ling. Aziz radio tinglovchilar, siz Surxondaryo radio kanali orqali Ma'naviyat Gulshani eshittirishni tingladingiz. To'lqinlarimizdan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.